ish qidirayotganlar, demak, yaqin kelajakda ish topasizmi? Kelinglar shu mavzu bo'yicha ko'ramiz. Demak, 3 ta variantimiz bo'ladi. Ish qidirayotganlar yaqin kelajakda demak ish topa olasizmi? Shuni ko'ramiz. Xo'p, demak, birinchi variantni tanlaganlar. Birinchi variantni tanlaganlarda уже harakat boshlangan. Demak, siz bitta joyda turmayapsiz. Bu движение kartasi, ya'niki har qanaqa usul bilan demak harakat qilishingiz mumkin. Ya'niki rezyume jo'natib, tanish bilishlar orqali so'rab, surishtirib, mana shunaqa ravishda ish qidirayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda yaqin o'rtada topasiz, chunki birinchi qadam tashlangan, ya'niki уже harakat boshlangan. Tabriklayman. Demak, ikkinchi variantni tanlaganlar. Ikkinchi variantni tanlaganlarga juda ham og'riqli ravishda berilyapti ish topish. Bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham og'ir yukni bitta o'zi ko'tarib amalga yurib boryapti. Bu yerda yaqin kelajakda topa olasiz demayman. Bu sostoyaniyada sizni bu holat charchatib qo'yapti. Ozgina o'zingiz kuch to'plab keyin harakat qilishingizni maslahat beraman. Uchinchi variantni tanlaganlarga nima deya olaman? Uchinchi variantni tanlaganlar karta отчинник tushyapti, ya'niki bu dunyodan uzilishlik. Bu degani o'zini dunyosiga kirib ketgan darveshni kartasi hisoblanadi bu karta. Yaqin o'rtada afsus topa olmaysiz yoki o'zingiz ham xohlamayapsiz go'yoki bu karta harakati yo'q kartada. Bu o'ziga kirib ketishlik kartasi, o'zini dunyosiga kirib ketishlik kartasi, tushunyapsizmi? Go'yoki o'zingiz dunyoyingizga kirib ketgansiz, yetarli darajada harakat qilmayapsiz.